bo'lmasa ham hech bo'lmasa kubni. Yo'q. Men seni videoing uchun shuncha harakat qildim. Endi tozalayapmi? Yo'q, o'zing tozala. Yo'qsa umuman videolaringda qatnashmayman. Yaxshi, unda qatnashma. Bemalol qatnashmasliging mumkin. Faqat ko'zimga ko'rinma boshqa. Beshu va nihoyat o'zi qanday aytishni bilmayotgandim. Va nihoyat mana shu videolaringdan qutulib, avvalgidek maza qilib yashashni boshlayman. Yaxshi, faqat oldimga zerikishdan o'lyapman deb kela ko'rma. Suvingni borib tushingga ayt. Bir kundan so'ng. Stressga tushib, jo'ga tegdi-ku. Odatda bu vaqtda video olayotgan bo'lardik. Obbo, zerikib ketdi. Lekin hozir borib kechirim so'rash ham bo'lmaydi. Kechirim so'rashni yomon ko'raman. Menga qandaydir reja kerak. O'zim ham savdo quruvchisam, hammasi avvalgidek bo'lsa. Bo'ldi, endi g'oyani amalga oshirish qoldi. O'zi birinchi bo'lib gap boshlaydi hozir. Balki va nihoyat nima qilayotganingni aytarsan. Birinchi bo'lib gapirdik-ku, xira. Shunchaki bu qilayotgan ishlaring meni hayotimga ham aloqador. Mayli, shunchalik qiziq ekan aytaman. Qishloqni ikkiga bo'lyapman. Yarmi senga, yarmi menga. Nima qilyapsan, tushunmadim. O'zing aytmadingmi, men ustaman, qishloqni yashnataman deb, mana endi ko'ramiz, qishloqni teng ikkiga bo'lamizda, hammasi aniq bo'ladi. Yaxshi, qishloqni demak teng ikkiga bo'lamiz. Sen o'z tarafingni xohlaganingcha o'zgartirasan, men o'z tarafimni xohlagan. Bilasanmi nima? Bu ajoyib g'oya. Sen yaxshisi hozirning o'zidayoq qanday kechirim so'rashni tayyorgarlik qilsang bo'lardi. Suvingni borib tushingga ayt. Xo'sh, qoidalar aniq. Biz kun oxirigacha qishloqning bizga tegishli tarafini xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin. Bilmadim qishloq o'zining tarafida nima qiladi, lekin menda bir g'oya bor. Birinchi navbatda qishloqning zumrad kubini olib tashlaymiz. Obbo, menimcha Minecraft qotganga o'xshaydi. Mana muammo ham bittaga kamaydi. Albatta birinchi navbatda qishloqdagi mana bu eski toshlarni chiqindilarga qo'shib almashtirib tashlaymiz, oyna eshiklarini esa oxirida qaytaramiz. Xo'sh, toshlarni almashtirib bo'lganim zahoti taxtalarni ham almashtiraman. Qiziq, mana bu quduq teng ikkiga bo'lingan, to'g'rimi? Bundan chiqdi quduqning yarmi qishloqqa tegishli. Video oxirida ko'ramiz, kimning tarafi yaxshiroq bo'ladi. Lekin hozircha u o'zining qudug'iga hech qanday o'zgartirishlar kiritmagan.